Odaga kirish. Asosiy domda pitaniyalari plastik ekan, lekin chiqib tushgani sharoit yo'q. Iste'molchilar kelayotgan kabellar, yuklamada turgan kabellar juda yaroqsiz holatga kelib qolgan bo'lardi. Ancha ta'mirtalab bo'lib qolgan. Hozir biz tashqaridan kelayotgan kabelni istayapmiz. Yuklama bilan qayerdadir qizish bor, uzilib qolgan. Bu holatda istab topish qiyin bo'lsa kerak. Imkon qadar bunaqa joyda tuzatishga, ta'mirlashga, ya'ni o'chirib yoqishga qulay joylarga qilinsa yaxshi bo'ladi, xudo xolisa. Shularga e'tibor berib qo'yasizlar keyingi ishlarda. Shuni haligi yengil qaralmasa deyman-da, mana bu hisoblagicha ham bor. Asosiy kirishga 150 talik kabel tashlaganga o'xshayapti. Kabel yaxshi ekan, faqat ulangan joylarda nosozlik borligi uchun qizib berib ketgan. Saqlagichlar bor, предохранительlar.